deyman bolam. Bitta gaplashib olamiz. Rat, qaytasiz? Qayerdan kelgan bo'lsa jo'natib yuboring, tushirib yuboring metroga. Qaramaysizmi? Usti ham yo'q ekan onangizni. Ma'no qilyapsiz. Normal muomala qilmaysizmi? Nima qiladi? Xavotir olganda sizdan. Ha? Xavotir olganda sizdan men yerda qor yog'yapti, sovuq. O'zbekistondan bu nimasidan xavotir oladi? Bo'ldi, uyga ketkizib yuboring, tamom pul olib kelibdimi? Payni tushuntirib yuboring. Shunday o'shandan tashabbusda ketsin. Bilmayman menga siz qayerdan bular? Bo'ldi, uyga jo'natib yuboring, tamom. Telefon qilsam gaplashmayapti. O'qishda o'qiydi, kelmayaptimi? Ona shantajiga qilmang, boring uyga, kim chaqirdi sizni betga? Endi yalatdan kiyimlarni olyapti. Unaqa demang. Gaplashingiz siz ham. Allo, ukajonim. Allo. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Ukajon, sonlaringiz yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Fatima opangizlar bo'laman. Jonim ukam, nima bo'ldi, ukajonim? Guruhga qo'ydi. Men sizni taniyman, eshitdim bo'lgani yo'q. Nima holyapti? Yo'q, hech nima olmaganmiz. Men prosta o'tib ketayotgandim, oyizdan yig'lab turgani uchun to'xtadim. Endi men ham olaman-da, jonim ukam. Ayol kishi tushunadi. Devosan deganim yo'q, nima bor Toshkentda juldur kiyimda yana kelib olgan. Men ketsin, bo'ldi, tamom. Ketsin debdimi, bro? Jonim ukam, qayerda o'qiysiz? Nima farqi bor, o'qiyman. Yo'q, ko'rishaylik siz bilan, men ko'rishay. Mana men Tekstilnida. Endi onangiz bo'lmasa birorta joyda, masalan, bu yerda bo'lmasa ham bir kvartirangizdanmi yoki birorta alohida bir joyda ko'rishib qo'ying, biroz ko'rib qo'ysanglar ketadilar, ukajonim. Yo'q, ko'rishmayman, bo'ldi, uyga qaytib ketsin, tamom. Sog'inga. Yo'q, uka, necha yoshsiz ukajonim? 22. Vot, 22 yoshsiz. Xudo xolasa Allohim uylanish nasib qilsin, farzandli bo'lish nasib qilsin. Xudo xolasa ota bo'lganingizda, ona yoningizda turmush o'rtog'i ona bo'lganda keyin tushunasiz bu narsalarni, ukajonim. Bir og'iz ko'rib olsanglar qaytib ketadilar. Men o'zim ana qilaman o'zlariga, tushuntiraman bularga. Ukajonim, Voy, ishonmanglar yig'laganiga, shunaqa rol o'ynaysiz, bo'ldi, kelgin deganim. men sizni tushunib turibman. Men sizni kelgan bo'lsa tushundim. bo'ldi, ketsin, tamom. Yo'q, unaqa gap bo'lmaydi-da, uka. Unaqa gap bo'lmaydi, ukajonim. Siz xo'pding, odamni gapiga kiring. Xo'p, o'p kiraman. Yo'q, yordam kerak. Yo'q, yordam kerak emas. Boravering, rahmat. Azlashmayapmi? Yo'q, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, ilohiy bobojon. Rahmat sizga. Men bilan gaplashdingiz. Televideniyaga sotsialniy xizmat olayotganda, o'shanga tushib qoldik. Rahmat. Rahmat sizga bobojonim. Joningiz sog' bo'lsin, ilohiy. Men bloger jurnalist Fatima Jo'rayevaman. Fatima Jo'rayevani demak ishontirdim. Buni